Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohibasi Sevara Ziyo bilan tabriklar vaqti. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Gulbahor opa, yaxshimisiz? Zo'r, yaxshi o'zingiz. Sog'liqlar, kayfiyatlar. Boshlangan xayrli, fayzli kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ismim Sevara Ziyo, radio boshlovchisi bo'laman va ayni yoqimli daqiqalarda esa sizga salom va tabriklar soatidan qo'ng'iroq qilyapman. Sizni tabriklaymiz tug'ilgan kunlar bilan. Bu qarsaklar sizga. Rahmat. Yangi kun, yangi yosh. Yangilanish, yasharish faslining 2-kunidamiz. To'g'rimi? Sog' bo'ling ilohim. Charchab qolmayapsizmi? Sabzalar qiyib? Yo'q. Kechga tayyorgarlik, xudo xohlasa. Sog' bo'ling ilohim. Bilasizmi, Gulbahor opa, biz orqali sizni kim tabriklayotgan bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'ring. Labay? Tabriklar bo'lishni bilmadim deyman. Demak, biz orqali eng sevimli debdilar, eng suyukli qizlari, katta qizlari Zarnigor Xo'jayorova bo'laman. Ularni juda ham qattiq yaxshi ko'raman, onajonimni. Umrlari uzoq bo'lsin, muborak yoshlari muborak bo'lsin deya Zarnigorxon asosiy tabrik yo'llovchi nevaralari Mubinaxon, Murodjonlar nomlarida. Shu bilan birga qizlari Gulasal, o'g'illari Asilbek, kelinlari Shohsanam, nabiralari Murodjon, Mubinaxon, Soliha, Davlatbek va Diyorbeklar sizni ushbu kun bilan chin yurakdan muborakbod etib, eng chiroyli niyatlarni yo'llab qolishmoqda. Xo'p desangiz, mana shu farzandlaringizni chiroyli bir tabriknomalarni sizga o'qib bersak, nima deysiz? Tinglaysizmi? Juda ham yaxshi, demak, nomalarni o'qib beraman qizingizni. Avvalambor, ko'kdan tushgan jannatim, mehribonim farishtam, gullardan-da go'zal oyligim, muniskinam, go'zal onajonim. Bugun tug'ilgan kuningiz bilan eng yaxshi niyatlar bilan sizni tabriklab qolar ekanman. Avvalambor baxtimizga sog' bo'ling. Yaratgan egam umringizga, rizqingizga keng barokatlar beraversin. Xonadonimizda tinchlik, qut baraka arimasin. Siz juda ham ajoyib, mehribon, qalbida mehr muhabbati bor bo'lgan aziz insonsiz. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Hammani qalbidan joy egallagan insonsiz. Baxtimizga doim sog' bo'ling deyman. Yaxshi kunlarni ko'pini ko'ring deyman. Bizni qiynalib katta qildingiz, oq yuvib, oq taradingiz, hammamizni uyli joyli qildingiz, o'qitdingiz, yildingiz, yugurdingiz, ham ishladingiz, ham ro'zg'or tebratdingiz. Bitta ko'ylagingiz gohida ikkita bo'lmasa ham, bolalarim deya yig'nab teringan, bolamga deb izlangan insonimsiz siz. Men butun bir vujudim bilan bugun sizga tashakkur aytmoqchi bo'layapman. Mana shu nomada. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Baxtimizga doim sog' bo'ling deyman. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Hajlarga boring. Qilgan duolaringiz ijobat bo'lsin. Tutgan ro'zalaringizni xayrini bersin Allohim. Duolarga ochilgan kaftlarni quruq qo'ymasin. Jon onajonim, volidam, mehribonim, dunyo turguncha turing. Bir farzand bo'lib sizga loyiq bo'la oldimmi? Ona, sizni yaxshi yomon kunda yoningizda tura oldimmi? Dardingizga darmon bo'la oldimmi? To'g'ri. Boshqa farzandlar kabi zarlardan keyin tura olmasam ham, tillalarga, zarlarga burkay olmasam ham, lekin dunyodagi eng aziz insonimsiz va butun umrim sizni rozi qilish uchun fido bo'lsin. Jon onajonima, muniskinam hech ham birov ko'nglini og'ritmagan.
insonlar rozi bo'lsin, xursand bo'lsin deb o'zini unutgan go'zalim. Baxtimizga doim omon bo'ling. Gohida bilib bilmasdan sizni dilingizni og'ritgan bo'lsam, kechiring onajon. Siz sababli qayerga borsam ham mana shu tarbiyam bir. Har joyda hurmatim bor. E'zozlashadi. Qayerga bormay onangga rahmat, otangga rahmat kabi so'zlarni eshitaman. Boringizga shukr. Hammasi uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bunday shukrona kunlarni ko'pini nishonlash nasib qilsin. Baxtimizni, kamolimizni ko'rib, mana shu fayzli xonadonimizda nur taratib yuravering deya samimiy tilaklarini yo'llab qo'yaptilar. Xo'p, Gulbahor opa, nomalari sizga yoqdimi? Ha, yo'q. Ko'nglingiz ko'tarildimi oz bo'lsa-da? Ha, albatta. Aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat farzandlaringizga. Oyam sog' bo'lsin, baxtimga. Martabalar ulug' bo'lsin. Sizlarga omad ham tilayman. Hamma sog' salomat bo'lib yursin, peshonamga. Sizga ishlaringiz omad. Rahmat. Sog'lik, salomatlik sizni aslo tark etmasin. Har doim yuzingizdan chiroyli tabassum arimasin. Mana shu farzandlaringizning baxtiga sog' salomat bo'lib, dunyo turguncha turavering iloho. Salomat bo'ling, ayyomlar muborak bo'lsin. Omon bo'ling.